Xlorella va spirulina tabiiy superfood hisoblanadi. Ular tarkibida juda ham qimmatbaho vitamin va minerallar bor. Xalq tilida yashil oltin ham deb yuritiladi. Vitamin A, G, C, D, temir moddasi, marganit, selen, fosfor, barcha vitamin minerallar organizmda detoks ta'sir ko'rsatadi, immunitetni oshiradi, teri va ko'z funksiyasini yaxshilab beradi, qonni, gemoglobinni oshirib beradi. Asosiysi, hozirgi shamollash davrida immunitetni ko'tarib, tomoq og'rig'i va shamollashlarni oldini oladi. Juda ham tabiiy hisoblanadi. Mana shunday ichida tabletka holida bo'ladi. 200 ta, tarkibida 200 ta tabletka bor. Mana shunday, mana yashil oltinimiz mana shunday ko'rinishda bo'ladi.